Assalomu alaykum aziz muxlis. Oliy sud Rossiyada Tolibonga qo'yilgan taqiqni to'xtatdi. Bugun Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi bosh prokurorning Rossiyada Tolibon harakatini faoliyatini taqiqlashni to'xtatib turish haqidagi ma'muriy da'vosini qanoatlantirdi. Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi qarori bilan terrorchilik deb tan olingan tashkilotlarning yagona federal ro'yxatiga kiritilgan Tolibon harakati faoliyatiga ilgari o'rnatilgan taqiq to'xtatildi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tgan. Hujjat 2024-dekabrda kuchga kirgan terrorchilik ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar faoliyatini taqiqlashni vaqtinchalik to'xtatib turish imkoni beruvchi huquqiy norma bo'yicha qabul qilingan birinchi qaror bo'lgani aytilmoqda. Qaror e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi qarori bilan terrorchilik deb tan olingan tashkilotlarning yagona federal ro'yxatiga kiritilgan Tolibon harakati faoliyatiga ilgari o'rnatilgan taqiq to'xtatildi. Qaror darhol qonuniy kuchga kiradi, deydi sudya. 2024-yil dekabr oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putin terroristik tashkilotlarning yagona ro'yxatiga kiritilgan tashkilot faoliyatini taqiqlashni vaqtinchalik to'xtatib turish imkoniyatini belgilovchi qonunni imzolagan edi. Ushbu normalar Davlat dumasining xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi rahbari Leonid Slutskiyning tushuntirilishicha, Afg'onistonda hukmronlik qilayotgan Tolibon harakati bilan qonuniy hamkorlik qilish imkonini beradi.